qizlar hozir bu yerda bizlarni to'plarimizni заготовка qilish jarayoni ketyapti. Hozir qizlarimiz ishlayotgan joyda men hozir video olib berganman. Ko'rayotganinglardek, mana biskvitlarni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa mayin, yumshoq, нежный, прям og'izda erib ketadigan biskvit. Hozir mana malina qavati yopilyapti. Sizlarga bitta narsani eslatib o'tdik. Mana biz har doim mana bunaqa nержавейка qoliplardan ishlatamiz. Umuman mana zangi chiqmaydigan nержавейка qoliplardan, temir qolipda qilingan tortlardan ehtiyot bo'linglar, chunki ular zanglaydi, zangi biskvitga o'tadi. Shuning uchun обязательно tort olayotganinglarda to'ringlar, nержавейка qolipda qilib. Agar o'zinglar uyda tort qiladigan bo'lsanglar, обязательно shunaqa nержавейка qolipda ishlatinglar. И har doim mana bunaqa o'zini spesialniy plyonкasi bo'ladi. Mana tortga mana shunaqa plyonkadan ishlatamiz. Unaqa boshqacha salafan ishlatmaymiz. Обязательно mana shunaqa plyonkadan foydalanamiz. Kremlarimizni ko'ryapsizlar. Mana toza домашний qaymoqdan qilingan мороженый krem. Umuman ranglar ham, aromatizatorlar mazza kuchaytirib beradigan, murni uzaytirib beradigan hech narsa добавкаlar biz qo'shmaymiz. Faqat tabiiy qaymoni o'zi bu yerda мороженый krem. Mana mevalarni ham добрый qilib solinadi. Hozir bitta partiyamizda